Assalomu alaykum katta kichik aka-ukalarimizga. Texnikamiz haqida har gal qisqacha ma'lumot berib o'tgan edik. Bu gal to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Hyundai 60 talik 2025-yil. Oxirichon kuzatsanglar, narx-navosigacha qat'iy ishlab chiqarilgan, производствоsi qat, zapchastlari qatligini ham tushuntirib o'tamiz. Bu texnikamizning zapchastlari hammasi koreyskiy, hattoki boltlargacha koreyskiy. Mostlari amerikanskiy bo'ladi. Bu Hyundai'larni misol uchun Koreyada, Xitoyda, Indiyada, Braziliyada, Indoneziyada, Amerikada, Bolgariyada sborka bo'ladi. Bu degani yo Bolgariyaniki, yo Indoneziyaniki, Hindistonniki bo'lib qolgani emas. Xitoy sborka qilgan bo'lsa yoki Xitoyniki bo'lib qolgani emas. Bu texnikaga albatta Xitoy o'zini hissasini qo'shgan. Bu yerda o'zidan bo'lib 4 ta balon qo'ygan. 4 ta baloni ham brend balonlarini qo'ygan. Bu texnikamizning salonlarini tushuntirib o'tirmadik, sababi oldingi qo'ygan postlar o'zida hamma salonlargacha tushuntirganmiz. Bularni faqat og'zaki emas, bu zapchasi koreyaligini, o'sha koreyskiy zapchaslari kelib buni Xitoyda yig'ayotganini kesinglar, bizda video ma'lumotlari bor. O'zlarini bolalar o'sha yerda zapchasi kelgan podollarni hammasini videolarga olingan, kesinglar o'zingizlarga to'liq ko'rsatib tushuntirib o'tamiz. Texnikamizning narxi 690 million yangi yilgacha. Hop bu texnikadan hozir mana 4 dona qolgan. Kanalimizga obuna bo'linglar. Obuna bo'lganlarga albatta chegirmalar qilib beramiz.